Sargardon City'ga xush kelibsiz. Nima gardon? Sargardon. Bu City qachon bitadi? Tuyandimi yerga tekkanda. Yilning 2-cho'ragida. Bu City'ning Toshkent City'ga o'xshagan bog'i bo'ladimi? Zilon zona bo'ladimi? Bu nima deganingiz akajon? Obyektimizda oldi polni zeleniy zona bo'ladi. Afrikadan keladi. Avstraliyadan, Qatortoldan keladi. Qatortoldan keladi daraxtlar. Hayır, bo'ldi olaman. Choy ichasizmi, kapuchino ichasizmi? Kapuch. Choy ber singilcha. Bu singilchani erga beringlar. Bo'ldi, olaman uyni. Qani uy? Qani? Sargardonlarga aytdim. Qani Sargardon City? O'zingiz bosib oling, bu sizga kassaga tepada kirishlayapti. Qani Kiron? Qani zelyoniy zona? Bu kim bu? Jonim bular Avstraliyada bular Qatortoldan kelgan muhandis katlavon qo'zyapti, akam. Ya bu halkaşmıydı? Bana kim? Anlam Sobirov'mu? Bir oyda uy bitmese Sargardonlarlık gardonini çıkaramam. Tayyormisiz? Açın! Sargardon City ochilishga xush kelibsiz. Sargardonlar qani uy? Mana u. Qani zelyoniy zona? Mana zeleniy zona. Pötkü! Po'tlamang aka, po'tlamang. Biz bu daraxtlarni Afrikadan olib kelganmiz. Men senga Toshkent City'dagi zelyoniy zona bo'lsin degandim. Toshkent City'nikida qila olmaymiz-da. Nimaga? Uni Flowers Garden qilgan. Ularning 49 gektar yerda har xil chiroyli sifatli daraxtlari bor. O'sha daraxtlarni olib siz xohlagan joyda chiroyli dekorativniy zeleniy zonalar qilib berishadi. Nimaga shunga qildirmading? Shunga aqlimiz yetmabdi, akajonim. 7-etajda siz yo'qganmidingiz? Ataptinan yoqqanda suv toshib ketmasa yuguring. Nimaga? Yo'q-ku. Nima istimatcha qilyapsanlar? Oy! Xudoga soldim senlar. Kapuchino ichasizmi, vilichino ichasizmi? Turi qo'lda o'zi bor-ku. Qolingni ichaman. Ichaymi qolingni, ha?